Umra mavsumi yopildi. Oxirgisi 8-mart edi. U bortimiz ham to'lib bo'ldi. Boshqa reklama bermaymiz. Bu haqiqat. Umra mavsumi bizda yopildi. Centrum Holidays'da hamma bortlarimiz to'ldi. Mart oyiga. Martdan keyin, hajdan keyin Xudo xolasa 1-iyundan boshlab odam olamiz umraga. Ungacha hozirgi olgan odamlarimiz umrasini qildirtiramiz. Shundan keyin bo'ldi. Iyun oyiga yangi hojilarni taklif qilib qolamiz umra safariga. Ungacha hamma bortlarimiz to'ldi. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas deb aytamiz. Sababi odamlar yaxshi narsa shu darajada to'ldirib qo'yganki, alhamdulillahi robbil alamin. Allohim baraka berib, bortlarimiz to'lib, yaxshi ibodatlar qilamiz. Inshaalloh umra safarlarini chiroyli ado ettirib, shu odamlarni ham rozi qilsak, haj mavsumida dam olamiz. Allohim xayrli qilsin. Umar Makka Madina inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.